Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Tuniki fon kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Biz yana bir fayzli xonadonimizda juda ham sifatli tuniki fon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Asaka tumani To'rtosh mahallasida joylashgan. Do'stlar, biz bu xonadonimizni kattagina ravatxonalarni tuniki fonlar qilib berdik. Bu xonadonimizda biz Gideta 1-2 yil oldin ko'cha shapka tomonlarini ham tuniki fonlar qilib bergan edik. Ishlarimiz ma'qulga kelgan ekan. Yana bir bor bizga tuniki fonlar zakasi berishdi. Mana ko'rib turganlaridek juda ham go'zal so'nggi fasondagi tuniki fonishlarimizdan qilib berganmiz aziz do'stlar. Video roligimizni oxirigacha kuzatib borsanglar, bu xonadonimizga necha pul ketdi, necha kvadrat tuniki fon ishlatdik, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin esa Erkin Tuniki fon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sababi kun mobaynida tuniki fonga oid bo'lgan barcha foydali ma'lumotlarni Erkin Tuniki fon kanaliga joylab boramiz. Unda biz video roligimizni boshladik. Do'stlar, birinchi o'rinda qilgan tuniki fon ishimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Uzungina ravatxonamizni u burchakdan bu burchakgacha oxirigacha 16 metr atrofida, yonbosh qismi esa bu tomongacha 6 metr atrofida shu joylarni juda ham chiroyli va son tuniki fonlar qilib berdik aziz do'stlar. Hamda bu tomondagi ko'rib qismlarini, old peshana qismlarimizni, mana bu joydagi ashpa qismlarimizni, ravat tepa qismlarini ham tuniki fonlar bilan o'rab berganmiz aziz do'stlar. O'rtasiga 35 sm shaxmatlarimizdan terganmiz. Lentalarni esa 1/3lik qilib mokri matoviy svetda tunganimizdan foydalanganmiz hamda do'ppichalarga esa yulduzchali do'ppilardan foydalanganmiz. Yonbosh qismlarimizga esa ko'rib turganlaridek MDF gullarimizni o'rnatib berilgan aziz do'stlar. Past qismiga esa yumaloq karniz, ya'ni navoli karnizlarimizni o'rnatib berilgan. Ravatxonamizning o'rtasiga ko'rib turganlaridek 2 dona kosmoslarimizni o'rnatib berganmiz. Ravatxonamizni yana ham chiroyiga ko'rib qo'shib turgan asosan mana shu kosmoslar bo'ladi. Aziz do'stlar, ko'rib turganlaridek buni yonishini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, go'zal bo'lib turibdi. Yana ham bu tuniki fonimizni tunda ko'rinishi chiroyli bo'lib turadi aziz do'stlar. Ravatxonamizni yonbosh qismi ko'rib turganlaridek ashpa qismlarini ham tuniki fonga o'rab, tepan tomonlarini ham tuniki fon bilan bir yo'l o'rab ketilgan aziz do'stlar. Buni bo'yiga 1,5 metr, uzunligiga esa 16 metr atrofida. Mana shu joyimizga tuniki fonning kvadratiga hisoblaganimizda 190 kvadrat atrofida tuniki fon ishlatdik do'stlar. Tuniki fondan tashqari 2 dona kosmosimiz o'rnatib berilgan hamda ravatxonamizning chekalariga esa ko'rib turganlaridek MDF gullarimizni o'rnatib berildi. Shunda bu xonadonimizga 32 million so'm atrofida pul ketdi. Tuniki fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasodlar ichida 140 ming so'm atrofida qilib berildi. Yonboshda ko'rib turganlaridek MDF gullarimizni 1 metrini 70 ming so'mdan o'rnatib berildi. Kosmosimizni 1 donasini esa $190, 2 donasini esa $380 atrofiga qo'yib berildi aziz do'stlar. Sizlarga ham mana shunday so'nggi dizayndagi tuniki fon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib turgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi. Erkin tuniki fonda ko'p yillik stajga ega bo'lgan tuniki fon ustalari o'z ish faoliyatini olib boradi aziz do'stlar. Sizlar Erkin Tuniki fon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglar ishlarga omad.